Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetlik görürmelerimiz. Yeni bir katımda Uçuk Söhbet programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmelerimiz, uzun yıllardan buyan bu programımızda xilma-xil temalarda, xilma-xil sahalardaki mutaxassislerimizden teklif kılıp, söhbet kılıp kilovatımız. Bugün mu nayeti bir tuyuqsuzlam e'lon berdik aslında. Bir gün burun normalde programımız. Bir gün burun e'lon berildi ağız olganda. Şu perzentlerimiz İstanbul'da bulup mu Uygur perzentlerimiz arasında tuyuqsuz taqılıvatqan bu qızıl kesili avjilavatqanlıq üçün Türkiyədəki səhiyyə tarmaqlarının bununla agahlandırış belgəldəki ata-analara məlumat veriş məsələsidir. Şunun üçün dərhal vaxtıda qılaylı bu programın da e'lon berdik. Bugünkü programımızda iki aziz mehmonim var. Biri Ankara'dan qatnaşıyordu. Bu kasbning egisi bo'lgan bundan burun xilma-xil suhbatlarda huzurlarda bo'lgan hurmatlik doktor Nametcan Mehmet Yildirim Bayazıt Üniversitesi o'qituvchisi dotsent doktor Nametcan Mehmet Ankara'dan qatnashib programımızga qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab bergani uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz oldimdan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yana bir mehmonim hammalarga tanışıq bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston O'limalar birligi shundaqla Dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi ustoz Abdurahmon Jamal Kashg'ari studiyada men bilan birga qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Endi bugun e'lonimizdan badoq hurmatli Abdurahmon Jamal taklif qilishimizga sabab chunki bu suhbatimizning asli temasi tibbiy bir soha. Bu sohaning egasi bo'lgan Nametcan Anqaradan qatnashib o'tdi. Ustozni chaqirishimizga sabab hammamizga ma'lum vaksina masalasi bo'libmi? Talash-tortishlik masala bo'lganligi uchun ba'zi xalqimizning ichidami eli ham bu masalaga har xil ko'z qarash bo'layotgan, qat'iy yaqin kelmaydigan kishilar bo'lganligi uchun buni dinimiz qanday qaraydi programmaninki oxirida xalqimizga bu haqda ham tushuncha berib o'tishni muvofiq ko'rganligimiz uchun Abdurahmon Jamal Kashg'ari'ni taklif qildik. Unda olsa bevosita programmamizga kirib kelsak, lekin programmadan burun ko'pligan qarindoshimizdan foydalanish uchun programmamizda ham baharlab qo'yishingizni o'tinamiz. Shunday har qanday bir savollaringiz bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Facebook va YouTube kanalimizdan naq maydondan taqdirladi programmamiz. Unda olsa boshlab kelsak hurmatli Nametcandan bevosita oldi bilan shu qizil kasali qanday kasal bu haqda ma'lumot berishni mashg'ul marhamat. Buludu. Qizil kesini asosan ma'lumotimiz vatanda mavjud bo'lgan ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Xalaqi kani kasal ham qon kasallanadi. Bundan bu kasalninki vaksinasini xil burunlab keşf qilingan va devletlik asasen tanıştırılgan. Sonuçta kızılınki aldın eleş tamamen mümkün olan. Lakin vaksinle emlimize yanlam hatırlık olan bir kesellik. O kızıl keselliğe virüs sebep oldu. Ademdeki gele ve burunda asasen patlanan bir virüs. Bu virüsünki yukumlışı başka yukumlu kesellik karşılaşınca tızıraq. Çünkü bu başkalarıyla bir vasıfla uçuraşma vaktimizde yuqum qilish ihtimali imkon yo'q. Masalan, paralashma vaqtimizda yaqin aralıqda qarshi taraf agar qizil kesilib bo'lib qolsa, o'tkazsa, tushkuysa, boshqa qarshi tarafga yuqumlash ehtimoli bor. Lekin bu qizil kesilgan virusninki havoda qilish kuchi bor, ya'ni 1 soat atrofida havoda yashaydi. Demak, bu kesillikka shu yuqumlash yo'li qaragan bo'lsaqmi, lasab qaragan kesillik. Agar bir ailede bir adam yoki bir bola o'sha qizil bilan yuqumlab qolsa, boshqalar yuqtirish ehtimoli intayin cho'q. Agar maktabda bo'lib qolsa, butun sinf bolalar yuqtirish ehtimoli cho'q. Shuningdek, qizil to'g'risida har qanday bir kasal o'tirib chiqqanda, ba'zi davlatlarning jiddiy qarashi bu kasallikka jiddiylikka sababi shu. Chunki boshqalar yuqtirish ehtimoli intayin yuqori. Şunlaşma vakitimi şu Türkiye sayı nazaretindeki bu kadar anlıklar derhal sistemi uçudur. Hala sağlamlıkta sövülen sistemde bir sistem var. O sistem tüm vilayetlerde, nailede
Har qanday bir yuqumli kesel chiqqanda darhol sistem uchdi. O sistem markaz sistem bo'lgan qarada u uyaga nima qildi? Kuchiverdi. Bunda yangi kasallik chiqdi deb. Chunki qizil Turkiyada asosan tuggan. Suriyadagi urushdan keyin Suriyaniki ko'chmanlik kelgandan keyin qaytadan paydo bo'lgan. Undan keyin hozir bilamiz, hozir 10 yilda ko'p qoldi. Suriyadagi ko'chmanlarni asosan kontrol qilib, bolalarga vaksina emlagandan keyin ularning kim tushib ketdi. Yani tuyuqsiz sizlarni toptinglar manglik fikr xalqimizga bu to'g'risida uchurum taqatdinglar, bizim taqatdik. Chunki sayyor darslik, sayyor ministrlikda xalq sog'lomlik idorasi bor. Buningki shu nimasi müdür yordamchisi bilan aytgan telefon qilib shunday Uyg'ur bolalarda ko'rinyotdi, asosli Safa ko'yi bilan Başak shahrida ko'rinyotdi bular. Shunashqa yuqumli surtim betislab chiqadi deydi. Sonra şunu deb qaramasak olmaydi. Şunu sizlarmi shu Sharq Turkistonlik jamoatlar shu ishga bekrek moslashib yordamlashmasalar, kesal taqib qolsa buni kontrol qilamiz tasdiqlay deganlik uchun sizlar bilan darhol bu programmani qilishni to'g'ri ko'rdim. Bundan jiddiy bo'lak sababmi shu? Eng muhim sabab yuqumlish surti bektis. Bir adam adet 18'den 20 kaç adamın 12'den 18 kadar kaç adamda yuqtira oladi. Bir qıtımdılar. Bir adam bo'lib qolsa atrofida 12'den 18 adam kaça yuqtira oladi. Xo'sh. Deganingizda haqiqatan doktorim shu bugun jiddiy shaklda masalan tashkilotlar birligida bir nima xalqimizga ijtimoiy uchur vositalarida, guruhlarda, to'plarda ma'lumot berildi. Sizga men telefon qilib turgan sahiya nemisdan ta yerlardan. Ularga shu shunday ma'lumot kelib ekan, shu Safaköy shu rayonlarda Uyg'ur bolalarda jiddiy ko'rilayotganlik bu masalaniki. Endi sözünüzde mesela Adem de bir kişiye dediniz. Köpünçe hazır yuqumlanğanlarınki köpünçesi balla. Bu küçük ballağa bak yuqulğan kesel mi yoki çoğlar mı yuqumlaş ihtimali var mısın? Ameliyatda bu kesel çoğlarga küçüklerin yuqudu. Endi hazır çoğlar yuqishni istasasi yo'q deylik sebep bayamende bütepettim kesel bizek to'n kesel. Vaksinasyon burunlar yapılan boğaçqa, yani çoğlarda sizlerden bizden yaşımızdan emas asasen vaksin emlengende. Çoğulaşqa çoğlardaki pek az. Yani hazır mı to'xtatilgan kichik balla bo'lish sabab nima desa, chunki bu kichik ballaga vaksina emlash kerak. Agar kichik ballaga vaksina emlanmay qolsa, kichik ballada taqilish intayin cho'q. Asosan dunyoda shu taqilish nisbati eng yuqori kichik ballada. Bunun asosiy sababi shu vaksinani emlamaslik birinchi sabab. Bu qizil kesel bilan suv chechigi deb bu ikkisi o'xshashmi yoki ayrim kasallar? O'xshamaydi, ikkisi ikki xil kesel. Şiklesi yuqumliq albatta, ammo shiklesiniki yuqumlash usuli hemen o'xshab qolsa-mu, lekin nemalari ifodasi o'xshashmaydi. Masalan, shakli, masalan, suv chechigida jirinib qolgandek deymiz, suv yig'ilib qolgandek. Shunday ahvollar bo'ladi. Ondan keyin sal ishib qolgandek o'zgardi. Lekin qizilda unday bo'lmaydi. Terida nima sel terini çekilip özgürüp qalish, ishib qolgandek şekilde ama anadek qapiy tutadigan anday ahvollar bo'lmaydi. Shunlar ikkisiniki alomatlarimi o'xshashmaydi. Farqi qillan boshqasiniki. Shunlarga suv chechish bilan qizilni ayrim davolash uchun o'xshashmaydi. Kontrol qilish o'xshashmaydi. Xo'sh. Unda o'zbekistonda yuqumli kasallik bo'g'achqa o'rtoqlik nimasimi bor? Nuqtalarim bor. Xo'sh. Unda o'smish qizil keselininki şu en muhim alametler hakkında ata-analar mesela görmelerimiz derhal bilaleydigan. Hatta bir qancha gün bayqilishdan bir qancha gün burunqi oldida ko'riladigan alametlar haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsak. Bo'ldi. Bu kasallikninki eng ko'rinarli alomatlari o'sha qizitma bek yuqorilab ketadi. Odat 39-40 atrofida. Eng chong alomatli shu. Undan keyin o'tlaydigan, burnida suv oqadigan, endi ko'zidami yashaqadigan yoki bo'lmasa ko'z qizib turadigan. Mushto cho'ng alomati bor. Agar mush alomat bo'lib qolsa, shu qizil kesili bo'lish ehtimoli cho'ng. Albatta bu bayama depida ketgan alomatlar nurg'unligiga yuqumli kasallik mavzuqamlardan bor. Xo'sh. Lekin mushga o'xshash qismat jismida to'xtamay o'rlansa, yalonsa, burnidan suv oqsa, ko'zidan suv qolsa, vaqt badan qichib boshlasa, o vaqtda shu qizil bo'lib qoldi deb gumon qilish bo'ldi.
Lekin bir chetaqi qizilniki, yo'shiri mezgil deymiz, har qanday bir kasalning yo'shiri mezgil bo'ldi. Yo'shiri mezgil bir uzun. Odatda 10 kundan 14 kungacha deyim, 14 kunga deyim xatolashmasam. 7 kundan 14 kungacha yo'shiri mezgil var. Yo'shiri mezgil deganimiz ameliyat oldi bilan virus kirib olgan, ama alamet değil, ifadesi ko'rilmagan. Bu bexatarlik. Çünkü bundan vaqtida yo'shiri mezgilda odamda buldu, alamet ko'rinmaydi. Alamet degan vaqtda qiz ko'rilib ketish, o'tilish, bundan so'yiqish, ko'zni yashaqish yoki qichishadigan ahvollar bo'lmaydi, ammo allabirun beden kirib olgan. Bundan vaqtiga hech qanday qolmaydi. Bu vaqtda bu boshqalarga bedenda bu virus ko'payish boshlaydi, taqilish boshlaydi. Xo'sh. Bunga 7 kunlar 14 kun qanday vaqtga vaqtimizda agar immunitet sistemasi ojiz odamlarda bo'lib qolsa, yoki ba'zi odamlar shu 7 kun ichida ham alomat ko'rinishga boshlaydi. Ba'zi odamlarki 14 kun kechikib ko'rinishga boshlaydi. Shunday dastlabki vaqtda buni bilish biroz tez. Shu alomatli o'tirib chiqqandan keyin bu kasal bo'ldi deb uqiladi. Lekin uqqandan keyin hamda buni albatta kontrol qilish davolash hozir tamoman mavjud. Xo'sh, unda bo'lsa, buniki masalan gapda ergashma keltirgan kasallikni keyin deyli, buni davolash usuli masalan gapda eng muhim davolash usuli abay deganingizdek vaksindan boshqa yo'li yo'qmi? Shu davolash usuli haqida. Vaksinaning oldini olish, davolash emas. Xo'sh. Kasal bo'lishdan burun emlasak, shu kasallikni oldini olib bo'ldi. Davolash degan chog'da masalan vaksina emlanmagan bo'lsa bolalarga, yuqib qolgan bo'lsa, buni doktorga olib borsa, albatta doktorlar hozirmi davolash usuli var, buni davolay oladi. Xo'sh. Agar buni sil qarab, yap uyda saqlab qoldi, ba'zan qarindoshlar shunday o'rtoq chiqib yapti, bunga mening tavsiyam bilmaydigan narsaga qalamqa o'rtoq qilsak, ba'zan ota-onalar u uchunki kimlar tarafidan yozilganda, qayerda yozilganda bilmaylar, ishni qildi, ahvol oldu, bek oddiy kasal ishi bo'lmaydi, bunda oddiy kasal emas. Çünkü hozirgi dunyoda masalan bu kasal sababini bilayotganlarning soni oz emas. Şu 2018 yılda yeni bir statistik var, çünkü Xitoy virus chiqqandan keyin bu to'g'ri bir statistik chiqmadi hozir. Bir yilda 140 mingdan ortiq odam o'lgan shu qizil sababidan. Voy Allah. Shunlashqa buni oddiy kasal hech qanday qilmaydi degan gap to'g'ri emas. Chunki qarindoshlarniki shu ijtimoiy uchurlar tarqatganchada mümkün bo'lsa shu asossiz narsalarni tarqatmasak, chunki ba'zan ota-onalar buni ishni qilib, bolalarning qizini so'rlasin, o'zini bilganini qilib doktorga olib bormay qolsa, birdan keyin to'xtalamiz, ba'zan ergashma kasalliklarni keltirib chiqaradi. Xo'sh. Bu hamda qizil kasali bo'lgan bolalar yoki kishilar deyli hamda. Qizil kasaldan keyin keltirib chiqaradigan boshqa ergashma kasalliklarmi bor deb bu haqda bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Eğer bunu vaqtida davolasa, derhal kontrol qilinib saqaytqil bo'ldi. Lekin salqara boshida o'yli men o'zim bilgan paytda saqaytman degan bo'lib qolsa, bolalarniki o'xshashmaydi, har bir bolalarda o'xshashmaydi. Eng ko'pincha ko'rinadigan narsa shu immunitet sistemimizdagi kuch, ojizlik kichik sabab bo'ldi. Agar immunitet sistemimiz ojizlasa, ba'zan fursat xarakterli kasallar ularniki badanga hujum qilishiga yo'l ochadi. Ondan keyin shu o'pkallig'i bo'lib qolish ehtimoli uchun shu vaqtda davolamadigan bo'lsa, eng xatarlik nima degan vaqtimizda biri shu nima mingga ta'sir ko'rsatadi. Ondan keyin shu qarg'ib qilish, hatto gazob qilishga sabab bo'ladi. Shunlashqa bu kasallik oddiy kasal, undaq o'tkazitimiz deydigan gap to'g'ri emas. Eng cho'ng shu ergashma kasal sabab bo'lgan kasalliklarni ko'rsam shu mingga ta'sir qilish, chunki o'pkallig'i gazob qilish, ondan keyin gachop qilish, batta palechok qiladigan ahvollar bor, lekin oz miqdorda. Ko'pinchisi shu 4-5 xil muhim kasalliklar shu qizil kasal sababini o'tirib chiqadi. Hammada bo'lmasa, ba'zan kasalliklarda, ba'zan odamlarda shunday ahvollar yuz beradi. Unda bo'lsa, siz hamda shu bilganki shu tibbiy nimaga ko'ra masalan atrofda tarqalyotdi degan gaplar chiqyotdi hamda bu sahiya tarmoqlaridan bildirilyotdi hamda bu maktabga masalan boshqalarga munoyat yuqtirayotganlik masalasi tilg'ilmagan ekan. Hamda hech qanday oilasida bo'lmagan, ammo burun vaksina urdirmagan bolalar chuqur urdirish kerak deb qaraysiz yani. Kasal bo'lmasa. Albatta buniki shundoq. Agar burun vaksina olmagan bo'lsa, chuqur vaksina emlash kerak.
buni ahamiyati tashabbus qiladi. Chunki vaksina olmagan bo'lsa, keyin cho'qim, ya'ni har xil yerlarda, masalan boshqa davlatga sayohat qilgan shu qolsimi, shunday odamlar uchrashib qolsa, yana juqib qoldi ahvol. Unda olsa doktorim bu shu masalada Türkiye'den biz uzun yıl yaşayaptığımız aldı bilen Ustaz Abdurrahman Cemal'dan bu meseleki mesela vaksina meselesi de arxil göz qaraşı qaraydiganlarga cevap veriştim bunu. Sizin gibi tibbi xadim buluş süptüğünüz bilen Türkiye'de mi nurgulluğun mesela xalqның içinde müşattaki Xitay virüs meselesi mi bu vaksina hakkında mı nurgun talaş-talaşlar buldu, qarşı çıkışlar var, namayış qılıp qat'iy meni hech kim vaksina urdiranmaydi zo'lab deb. Va shu vaqtida boshqa kichik bolalarga har xil bola tug'ilgandan keyin uradigan har xil vaksinalar bor. Bu vaksina masalasida hech kim ichidagi narsalarni bilmaydiganlik to'g'riliq televizorlarda nurg'un suhbatlar bo'lgan tamda. Ba'zi ichida tunguzni o narsa bu narsa degandek fikrlar sababli. Siz bir tibbiy xodim ustunida mushu bolalarga uriladigan nurg'un sinovdan o'tgan dedingiz. İçideki şu maddelarni bütün nima bor ekanligini Müslümanlar bilmaydigan darajada shunday mavhum bir narsa mi? Bu haqda sizning bir fikringizni olamiz. Bu har qanday vaksina qaragan bo'lsak, hozir to'g'ri ichilib ketdi. Asosan formasini yozadi. Qanday modda var, nima qatdi, asosan yozilib bu. Xo'sh. Shunlashqa buni elib bilinmaydi darajada emas. Hatto vaksinalarning qutini yoziladi. Asosli eqitilgan moddalar deb, hatto gram asas amini bəyəmiz var, lakin mühim qatlamatların hamısı birdir. Hər qanday bir adam hazır soruq girib qalıb qızıl vaksinadakı tərkibi nima desa, umu çıxıdı. Şonlaşqa həm də bu elqədə bək məvhum xalq hüquqatdək təsir emas. Əlbəttə muş başdan axırıqacha hazır muş vaksin toğrusunda dünyanın hamma yerdə çıxdalaş tartış var. Hər xil kasalliklarga səbəb bo'lishi mumkin. Bu bəzən keyingi zamanlar bəzən əgəşim kasallik yoki sozulma xarakterli kasallik səbəb bo'lishi mumkin. Soğumaslık sebep oluşu mümkün değil ama. Elbette bunun bazen asas olsun, lakin manım koşu kızılma vaksini koşar. Hazır 60-70 yıl olan vaksin, dünyanın emniyet işleti var. Yani bu vaksinin ki kaydısını mı nezarda sağlıklı olmaydı. Bu şu Dünya Seyahat Teşkilatı'ndaki bir programda 2010 yılda 2018 yılda bu şu vaksinin işleti şartlı dünyada 23 milyon o demez 23 milyon etrafındaki Ballarnaki ölüp için aldılar var. 23 milyon az demez. Şunlaşka bu vaksinindeki rolü Xitay'ın çok kasallikten aldığını ilişkiler kontrol etmişler. Onun da bırakanda dese, bu vaksinle umumlaşmagan, nurgan kemmal devletler alamagan vaktlarda her yıl şu kızıllık sebepte 2 milyonun 3 milyon kadar ballı ölüp gitti. Mani onundaki resmi mecbur şekilde ekilip Dünya Seyahat Teşkilatı'nın varlık devletler çokum alırsan, bu küçük balları emleysen diyenden ki yani bu kasalliklarniki sebebini öldürenlerden sani azalır. Şolaşqa işçilikli terkibi, bununki yan etkisi tesiri yenin hamısı var. Yani bunun yan tesiri nima degan, yani etkisi nima degan vaqtda bununki ko'pincha 10% atrofidagi bolalarda yoki odamlarda shu vaksina emlagan vaqtda emlagan yerda qizil bo'lib qolgan. Ko'pincha aylarning bilgida borda yoki bo'lmasa ishib qolgan. Onundaki %5% atrafında kızılma ölüpüştüğü ahvalında asas nimesi var, yani etkisi var, kızıl vaksinin. Yani bizim korkutmadık, alayda bizim salametimizi tesir ediyor, bunda yani etkisi yok. Onun terkibinde onda bizim korkutmadık tesir yok. Eğer kırındaşımız bu cihetten ben sürüştürme yapmazsam, ben internet gezip terkib numarası asasen çıkıyor. Hoş. Yani qağında ustaz bu cihetten diyeceğim de paraydı, usta cevap versin. Köpten köp rahmet. Ustaz Emre sizlik geldi. Bu mesleki ben şundaq har xil qarashda bo'lib atgan bolalarni urg'izmaydigan degan emniyet o'tkazmaydigan vaksinalar masalasi. Har qanday vaksina bo'lsa, bundaq tiklam qarash bilan bor. Bu mesleki masalan dinimiz qanday qaraydi sizlar? Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua selamlar olsun. Biz vaksina to'xtalishda ilgari bir davolanish haqida qisqacha islomning ko'rsatmasini bayon qilsak foydali bo'lishi mumkin. Bu vaqt dastlab inson qarasak, Alloh taolo insonni 3 narsada yaratgan. Jism, aql, ruh. Bu narsaning har birisi ko'ngil bo'lishga, ahamiyat berishga, qo'g'dashga, himoya qilishga muhtoj.
Mesela biz ruhimiz qo'g'dash uchun ibodat qilish buyurildi. Aqlimizni himoya qilish uchun bilim ma'rifat edishga, o'qishga, izlanishga buyurildi. Jismimizni himoya qilish, asrash uchun yemek ichmakka qo'g'dash tarafdan, agar u kasal bo'lib qolsa, davolanishga buyurildi. Kasal bo'lib qolishdan oldin olish uchun bir bo'lak ba'zi ehtiyot usullarini qo'llanishga buyurildi. Chunki inson bu dunyoga bekan-bekan kelib qolmadi. Muqaddas büyük bir vazifani icra qilish uchun keldi. U o'g'an bo'lsin Allohga ibodat qilish va o'z yashayotgan bu zaminni gullantirish, taraqqiy qildirish, isloh qilish, insoniyat dunyosida insonlikni qo'g'dash uchun keldi. Endi bu muqaddas vazifani boshqa maqsadlar bilan birlikda albatta bu muqaddas vazifani ijro qilish uchun sog'lom aql, sog'lom ideya bilan birlikda sog'lom badan bo'lmay qolib qolsa, ado qilgan bo'lmaydi. İbadet nima ado qilgan bo'lmaydi, islohot nima bo'lmaydi. Biz yashayotgan bu dunyoda insonlikni qo'g'daganim bo'lmaydi. Islom dinimiz qarasak, har sohada mukammallik ega, hamma ustiga bir din bo'lganlik uchun insonning ruhiy ko'ngil bo'lib aqlini tashib etmadi. Yoki aqli ko'ngil bo'lib badanini tashib etmadi. Ya'ni uchli sohaga tangpung holat ko'ngil bo'ldi. Xo'sh. Ruhiy ibodat bilan aqli o'g'amiz ilm ma'rifat bilan jismoniy o'g'am bo'lsa pok narsalarni yanglar, pok narsalarni iste'mol qilinglar, foydali narsalarni qo'llaninglar, ziyonli narsani nab turinglar. Buni misollarga kirmaymiz. Demak, mush orqali sizlar o'zinglarningki bu dunyodagi vazifanglarni ado qilish salohiyatiga ega bo'lasizlar dedi. Biz dinimiz qaraydigan bo'lsak, dinimizda inson hayotini qo'g'dash yoki insonning jonini qo'g'dash eng muqaddas vazifalarning birisi. Dinning maqsadlari eng yuksak vazifa. Ham jonni qo'g'dash uchun yeymiz, ichamiz, o'lab qolmaydi deb. Buning bir tarafida sovuq tekatdi. Bugungi o'sha virus tarqalgan zamonda virus bo'lib qoldik. Masalan, zukkam, qush zukkumi deydi yoki o'tgan yilga o'xshash korona Xitoy virusi olsun va uningdan boshqa qizil deydi. Ya kichik bolalarga emlaydigan masalan jiga kasal bo'lib qolishini oldinadigan vaksina, o'pka kasal bo'lib qolishini oldinadigan vaksina degan qo'shib bu xil davolanishlarga orqali biz hayotimizni qo'g'dab qola olamiz. Bu jonni qo'g'dash degan qatorda birisi yeb ichish, pak narsalarni shuning bilan birlikda kasal bo'lib qolgan davolanish, kasal bo'lib qolishdan oldin olish. Masalan, zukkamning muqaddimasi his qildik. Zukkam bo'lib qoldi. Unda buni oldini olay deb lemon ichdik masalan. Ya shunga o'xshash boshqa bir dorini ichdik. Bu dinimizda hurmatlanamiz. Dinimizda buyurilgan ish bo'lsa buyurilgan, tashabbus qildim bo'lsa tashabbus qildi. Chunki shariat insonning jismini qarasak, insonning jismini himoya qiladigan, qo'g'daydigan har qanday ish buyuradi. Insonning jismiga ziyon olib keladigan, insonning jismini halokatga boshlaydigan, yo buzib tashlaydigan, yo kasal qiladigan bu narsalardan cheklaydi. Masalan, bu to'g'risida dinimiz la zarar va la zirar deydi. Ziyonli narsani qo'llanishga bo'lmaydi. Mayli bu narsa moddiy narsa olsun, ma'naviy narsa olsun. O'xshash tushun. Ham boshqalarga ziyon berishga bo'lmaydi. Mayli moddiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin. Xo'sh. Shuning bilan birlikda dinimiz kasal bo'lib qolsang davolanadi. Tavakkul qildik deb nima ko'rim demanglar dedi. Bu kasallikka o'zligidan yuqmaydi, o'tirib olsak saqayib qolamiz deb bunday demaylardi. Davolaninglar kasaldan. Vabo xarakterlikdan, yuqumli kasallardan davolaninglar. Sababini qilinglar, chorisini qilinglar. Buning chorisi emas. Burun zaman taraqqiy qilmagan vaqt milliy tibobat bilan davolanib kelgan bo'lsa xalqimiz bugun kunlikda bu ximiya xarakterdagi davolash usullari yuksak darajada taraqqiy qildi. Bu sabab chora. Buni qo'llanish dinimiz yo'lliqmas yo'lliq. Xo'sh. Burun holati insonlarning aqliy saviyasi shunga yetgan bo'lg'achqa o'simliklardan, buningdan foydalanganmiz. Bugun kunlikda har turli narsalardan foydalanmoqda. Dinimiz bu sohada tadavvur, davolaninglar dedi. Kasal bo'lib qolsam taqdirkan bo'g'liq bo'lib deb qarab o'tiramiz demidi? Davolaning dedi. Dunyoda har qanday kasal bo'lib qolsa, qirliqdan boshqa uning dorisi bor dedi. Ya'ni bu nima deganlik? Kasal bo'lib qolsa, izdansangiz, tafakkur qilsangiz, o'qisangiz, doktorlarning gapini anglasangiz, tadqiqot qilib olsangiz, uning dorisini topa olasiz degan. Masalan, ilgari zaman bo'lmagan nurg'un kasallar maydonga chiqdi. Buning dorisi chiqib, hadisning hukmi keskin chiqadi. Nima orqali chiqadi? İzdilish orqali, tafakkur qilish orqali, tadqiq qilish orqali chiqadi. Ya'ni doktorlarningki emgik orqali vujud chiqadi. Dinimiz deydi-ki, bu yerda har qanday bir kasal bo'lib qolsa, uning dorisi bilan davolanadi. Bu dori, agar ruhiy kasal bo'lib qolsa, buning dorisi Qur'on sunnatdan olamiz. Qalbimiz o'ldi, yomonlik va hasadxo'rlik va ish yomonligi. Bu ruhiy kasallik tabi.
Buni Qur'on sunnatdan ko'rsatamiz davolaymiz. Aqlimizda kasal bor. Xurofotga shindigan degan o'xshash. Buni aqliy izlanish bilan davolaymiz. Ammo jismoniy kasal bo'ldik. Masalan, o'pka kasal bo'ldi deydi. Burun yallig'i bo'ldi deydi. Yoki suv ichishga bo'ldi, yoki hozirgi qizil degan qo'sh bu chiqqanmiz. Buni nima bilan davolaymiz? Ya milliy tibobat to'g'risi bilan agar foyda qiladigan bo'lsa, ham u foyda qilib qo'yguncha bolalarniki kesila, u aldirab foyda qilmaydi. Ya'ni 1-2 kunda, 3-4 kun bo'lmaydi. Uning zamoni 15 kun, balki 1 oy, balki 2 oy surilishi mumkin. Buni tabiblar o'z bilishi mumkin. Bugun kunlik uningdan tez ta'sir beradigan bu sohadagi dorilar meydan keldi, mos meydan keldi. Dinimiz shunda aniq, ro'shan ko'rsatib berayotgan bir sohada davolaninglar deb. Kasalning oldini olinglar deyotgan yana o'zida. Yo'q biz davolaymiz, davolanmasak bo'ladi desak, musulmonlik tushunmaydi. Dinimizning ko'rsatmasiga uyg'un ish qilgan bo'lamiz yo'q. Payg'ambarimiz deyli suv ichishga deyli yoki o'pka yallig'i deyli yoki jigar kasal deyli bir zamonlar tarqalgan. Her yili tarqaladi ba'zi dunyoda. Bunda sohalada kasal, ya'ni mikrob xarakterli, yuqumli xarakterli kasal tarqalgan zamonda nima buyurdingiz? La yurid mumrizun ala musahd. Kasal shaxslarni ya kasal hayvonlarni saq hayvonlarni qatar qo'shmadi. Mayli bu hayvon qimchidi, inson qimchidi. Kasal hayvonni sağlam hayvonning qatar qo'shmadi. Ham inson yuqqan bo'lsa bu kasal bo'lib qolgan bir balani, kasal bo'lib qolgan bir insonni boshqa sağlam insonlarning qatar qo'shmadi. Buni bugungi zamonning tili bo'yicha karantina e'lonladi. Uy bo'lgan bo'lsa uyda, doktorxona bo'lgan bo'lsa doktorxonada buni hal qilindi. Dinimiz mushunday aniq ro'shan ko'rsatib beryapsa, biz buni hal qilsak, bu yer musulmondachiligimiz banasi bilan buni da'vo qilsak uyg'un emas. Demak, bu yerda gumimiz xulosalsa, aşılmış türkçe, yoki vaksin urush bu dinimiz buyurgan davolanishdan qatardi. Shaxsiylarga qarta, jamiyat qarta. Shaxsiylar kasal bo'lib qolsin oldinish. Masalan, o'tgan korona yuz berdi. Ba'zilar bo'lib bo'lgandan keyin boshqa ko'z qarash bo'ldi. Ham uning bilan hozir qisqaqilik. Masalan, koronaniki vaksina paydo bo'lgan vaqtida bu tez sur'atda chiqqan bir vaksina bo'lg'achqa insonlar har xil gumonda bo'ldi. Bu bir vaksinaga 8 yil, 10 yil keta o'g'iti, 1-2 yil chiqdi dedi. Buni qo'llanmaganlar. Ammo doktor yuqorida bayon qilgan bu qizil oshi bu menimcha bir 6 oydan etesa emas. Yoki 1 yildan emas, balki necha yildan beri 8-10 yildan nurg'un insonlar nurg'un doktorlar bu soat tadqiqot qilib tajribadan o'tgan. Buning foydasi ko'rilgan bir vaksina. Unda bo'lgan vaqtida buning foydalanish bu shariatninki maqsadiga tamamen uygun kelam bo'lsa, buni uygun qil. Buni qo'llanmaslik, buningga sal qarash, bu taqdirni xato tushunganlik, dinning ko'rsatmasiga bo'ysunmaganlik. Agar bir odam yuqumli kasal bo'lib turib, o'zi yoki bolasi, buni sog'lom insonlar boyag avassa, masalan, maktabga deyli, yuqumli kasal bo'lib turib avassa. Gunohkor bo'lamiz, gunohkor bo'l. Chunki dinimiz kasal bo'lib qolsa, uni avatmadi. Uni talog'i chiqama, boshqalar aralashtirmadi. Hatto o'zidan tatib. Unda o'g'ancha davolanmaslik shu. Buni oldin olmaslik shu. Bumi gunohga boshlab boramiz. Bu gunohga boshlab bordi. Ham davomli bo'lgan bo'lsa, shariatninki jonni qo'g'dashdan iborat maqsadiga tamoman uyg'un keldi. Abay gaplarda biraz o'tib ketdi. Masalan, agarda bu vaksina masalasiga aniq bilindimdi masalan. Bu her xil dori yeydigan dorilar mesela bugünkü zamanda ekanda. İçideki maddelarning yani İslam agar da yo'tal u bu deb dorixonadan bo'lsa, uning manbasi nima, ichiga nima qo'shgan, surishti qilmaydan bu yo'talning dorisi deb bevosita ishsi bo'ladimi yoki uni tekshirish kerakmi bir musulmon? Yuqori doktor degandek dorilarning mesela qog'ozi bor. Xo'sh. Asa qutisi chiqadi. Buni ichida nima bor, nima yo'q ekanligi chiqadi. Buni inglizcha bildiganlar, inglizcha bizlar yozilib ko'pincha, Turkiyada bo'lgan bo'lsa, turkcha butun uningdagi bor narsalar yozilgan. Xo'sh. Uni qarab turib foydalansa bo'ldi. Bu masalan zukkan dorisi misol olsak, bir sida zukkan desa, bu bir emas 5-6 xil buning dorisi bor. Agar navodi bir dora uning yoqmay qolib qolsa, bir modda sababidan o'qib tushungandan keyin, yana bir moddani, yana bir dorini elish imkoniyati bo'lsa, elish imkoniyati bor. Xo'sh. Agar bir moddani o'zida ochiqdan ochiq harom narsa ekanligi bayon qilingan bo'lib qolsa, undan ehtiyot qilsin. Agar undaq narsa bayon qilinmagan bo'lsa,
Uçuk aşkar haram mesela Müslümanlar tamamen zıt kıldıgan çoşkudun ki o şey var kaza diyen bu saatim bir keyin to'xtalamiz. Agar bu modda boshqa bir moddaga o'zgarib ketgan bo'lsa shariat qanday qaraydigan bu temaga bugun emas, uni ayrim to'xtalamiz. U bir ayrim bir tema. Agar undaq bo'lmay qolib qolsa, bugungi doktorlar bu foydali bu insonlar kasal bo'lib qolishning oldini oladi degan bo'lsa, buni foydalansa bo'ladi. Shunga deymiz, pas albi xabira deb. Şu işin ahli. Şu işin ahlidan so'radi. Bu bugungi qizilga tava yoki suv ichishga tava yoki bir qichishqa qol. Buni mendan so'rasa men javob beraman. Chunki mening kasbim emas. Buni doktor o'xshi, Namatjon o'xshi kasb egallardan bundan ketadigan to'g'ri qaysi, foydali usul qaysi buni doktor so'radi. Dinimiz pasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Shar'iy masalada shariat kitobi, diniga tava, islomga tava masala olimdan so'raladigan bo'lsa, har bu yana bir taraf qarasa her bir kasbni o'ziniki kasb egalaridan so'raladi. Unda bo'lganda doktorlar bu narsa insonga foydali, ziyon qilmaydigan bo'lsa, uni hep foydalansak bo'ladi. Bular biz yashayotgan Turkiya. Bu Turkiya iqtidorini o'zi ishlab chiqara oladi. O'ziniki moddiy imkoniyatini bu sohaga kelgan chaqda gerçi ba'zi o'rinlarda ojizlik bor deb qaralsa-mu, moddiy imkoniyatni o'tganki korona zamonida ko'rdik. Yevropada u yer dori ichiramayotgan, doktor topolmayotgan vaqtda million askari bilan nurg'un asas qo'shdi. Nurg'un imkoniyatlar sun. Unisiga bu vaksina ko'pincha mening bilishimcha bu dunyo sahiyat tashkilotining bir tutash dunyoga taqsim qilindi. Davlatlar hammasi bir tutash holatda haqsiz buni ijro qildi. Demak, insoniyat qo'g'dash uchun insonlarning o'rtaq kuchi bilan qo'lga kelgan bir foydali mahsulot. Buni ishlatsa bo'ladi. Doktor, endi mishada sizga yana bir savol chiqib qoldi endi. Shu nurg'un xalq normalda biz mesela doğrunun kendini açıp okusak mesela işçide işildiği maddelerinin hammasi biz qat'iy sahadaki insan olmasa tushunmaydi qo'yamda. Har xil narsalarni yezib buni maddasini manchib bilsam bor deb yezib. Buni normalda hamda Turkiyadagi bir yerda shu chiqayotgan nurg'un dorilarninki bu dori shu dori sahasidagilar dorining ichiga mesela haram moddalar ishlatilishi shuncha yuqori narsami? Nimishqa Turkiyadan mesela Turkiyadagi bir davlatda sizlarning saharinglardagi televizor qarab baqsaq, shu Xitoy virus bo'lgandimi chiqqan o'xshash normal bir sahaning sirtidagi inson gap qilsa e'tibor qilmaydi-ku, sen doktor bo'lmasang nima bo'lsa gap qilsa deb. Lekin televizorga qarasangiz siz qo'pib bir doktor Briyaning doktor professori falan universitet o'qituvchi yoki bir doktorxonaning bir narsa deb cho'ng unvon bilan chiqib bir turkum doktorlar butunlay qarshi chiqadi, bir turkum qattiq qo'llaydi, qimmas qattiq bo'lmaydi. Bunday chiqqandan keyin normal xalqning ideyasi o'zgarib ketgan ekan. Birisi qo'p dorini tamoman yavadan qilib, u mesela buni inson badaniga ma tarafdan foyda qilgan bilan necha 10 tarafdan ziyon qilganligini tushundirgandan keyin xalq xalab xolamay bu vaqtida ikkilanib qolgan chiqdi ekan hamda. Sizcha endi bu shu mayli to'g'ri bo'lsin, shu sohada mesela pakiz bo'lmagan yani halal bo'lmagan narsalar ishlatilish nisbati yuqormi bu doğruchilik sohasida? Bugungi yangi zamon doğruchiligida. Bu hozir bular musulmon dunyosida pek cho'ng talash tartish bor. Har qanday doriga, vaksinaga, haram nasqat bo'lar, shu to'ng'izning nasqat shifa kelayotgancha. Endi bu to'ng'izning narsalardan bitmaydi ular. Doğrunun köpüncesi şu yanlamış tabiatın kildi, üsümlikten kildi. Bunu unutmasak gerek. O üsümliklerini kimyelik maddeler birleştiriş arkalı, net nurgun maddeler birleştiriş arkalı, bunundaki ya suyu kalıtke ya ki katlık tablet alındı. Bu vaxtıda gereklik kançalık madde kapasa aşında hayvanların kinesinden nait az miktarda işildi. Ameliyat o toңғыздыңки сөңкі olsun, toңғыздыңki koşu olsun ya başka yığı olsun tamamen onunla yasap çıkarış mümkün emez. Eğer toңғыздың narsa yasap çıkarış mümkün olsa doğrular vaksinada kıymet etmeydi. Çünkü toңғыздың birisi en cıqtıqan hayvanın birisi şunlaşqa onunki göğüşler vermesi azam. Çok azam bir hayvanın bir narsa işlep çıkarışını ters toxtamaydı. Meğer en mühim narsa ne diyen çağda yanlamış tabiattan çıkıdığan üsümlükten tepkip şu üsümlükten asas kılan asasda doğrularını işlep çıkırdı. Şunlaşqa bunun keliki kıymet bolak sebep mi şu? Şunlaşqa bunda çoğun talaşlar çıkılıştan acıtım yok. Bizden bir okuyucumuz var Indoneziyalık hazır. Bizde magistrlik okuyatkan. Ötken bir şu nem kılganda doklat vergen aşımı Indoneziyalık bir
Şu vaksin doğrusu ciddi bir mesele oldu ekan. 2 yıl burun yakında bu iş. Endoneziyada bir nima şu dini ulamalardek hem de hükümetke bağlı. Türkiye'deki Diyanet Boşayı'na yağışıydı o. Şunlarki öyle bir ulamalık kupap vaksininki şu baliyat boyunura arkadaşıldığın vaksin doğrusu yapılıp bunu işlese bulmaydı haram dep petva kesip koyup onun dikin şu bek çıkıp onu gelip kulluk kılışını istedi. Onun dikin başka vaksinlerin kimi 85%'den ta 14%'e çıkıp bu. Kalkın hem mesela bir vaksin dep başka vaksin maşına buldu. Keyin onunki bular nurgul ulamalar böyle tikil talaş tartış qilib bunlar necha qatim ish kelgandan ulamalar yana ular qaytini o'tirishib biz xato fatvo berib qo'yaptik. Bundan emaskan manda ekan deb o'zgartgandan keyin 14% 35-45 chiqibdi. Lekin burunqi 70-80% chiqmadi. Shu sababdan nurg'unlagan kasal paydo bo'lib, hozir Indoneziyada mush doktorxona qurib sabab bo'ladi. Shunlashqa bu yerga ba'zan ulamalar, olimlar Indoneziyada fatvo berganlarni nima qilmoqda Sizninki yüzünlerden şu xatar fatva verip nurgulagan devlet ziyan bulardı da nurgulagan kesil optik vardı. Bunun vebası silgeydi. Şunlaşka manında fatva vergen çağda yakı bulmasa gepkiga bakça men üçün çok maşinası to'liq tushunib o'qib bo'lsa müsait mesela doğrugerler maslahat görüşüp onu dikin qara qis bulu deb o'ylayman. Kesiplam anda manda deyish xata. Ama o maram madde işletişini sıkma bayamende bitip ketip bundan jukuromay az muhtarda işletişi doğru geldi. Hani bunu da ben bilmeyime elbette de ustaz var ve bir nece ulamalarındaki alimlerini anlasam şu dünyadaki. Eğer aslında aram dersini mi başka bir şekilde etkilip tamamen ül şekilde işletmişse aramda paraş doğru emez yerine bir neyse anlayan ben kancılık doğru koyamam. Bunu belki ustaz koşup koyuşu mümkün. Şoňam da menimçe bunu bekumdan çık. Yani çoğun aytışdan açık yok. Hoş. Bir nokta kıskarsın. Hazır kirmeyin bu da keyin toxtayın. Bir haram maddeni ximiyelik usul bilen başka bir maddega özgertip etse. Asli halati boyunca hüküm haramlık altında kalamdı yoki madde ximiyelik özgerip ketgani üçün hüküm özgerem. Bu meseleni hazır kirmeyin ayrım bir tafsili to'qlashlik bu mesele. Ama bu yerda qistirib deb o'tadigan doktorning gapiga Ballarning palaji bo'lib qolishdan yuqorqi masala bu bir misal qizil. Palaji bo'lib qolishga munosabatli nurg'unlagan turlar bor. Masalan, oq jigaga, ya'ni o'pkaga munosabatli, jigaga munosabatli yoki böbrek tash, girman tashi deb ayda bir turlik bir vaksinaning turlari bor. Bu yerda ozroq o'dirdik ballarga, ammo Misrda 7-8 yoshga qadar uratdi. Bularning hammasi foydali. Bunun qaysi bir bana bilen ya ballarning qarı o'qib qo'ydikin deb ya bunun foydasini ya foydasi olganini azroq zinovakin deb buni cheklash yoki harom deb fatvo berish bu islomning ko'rsatmasi tamoman xilof bu masala. Ballarninki salomatligini asrash uchun doktorlik sohasidagi kasb egalari nurg'un kuch bilan ishlab chiqargan bir masalada to'liq tekshirmay tadqiq qilmay turiblar. Qaysi bir sebep bilen bunu bulmaydı o ya haram deb fatvo berish bu ig'ir xatolik. Azg'unlik boshlab bor. Chunki dinimiz ballarning ko'ngli bilan oladi. Ballar ko'ngli bilan yemek içmek bilan bo'lsa shu vaqtning o'zida kasal bo'lib qolsa davolash, kasal bo'lib qolishlik muqaddimas ko'rilsa uningki oldini olish bilan bo'ladi. Masalan, bu qatam 2 kun ilgari bo'lsa kerak. Mushu vaksina, qizil vaksina tushgan chog'da mening 2 qizim ismlikda bor ekan. Sen udurmabdikan, sen udun. Tamam bu odaya qo'shildim. Bu telefon qilib. Men bundan shuni o'yladim ki bu bolalar maktab yoshiga yetgan vaqtida bu yerda maktab oshi deydigan bir vaksina bor ekan. Ham bizningki qarni men uqmabdi ekan buni, balkim bizning ko'pincha qarindosh 4-5 yil bo'lgan uqmagan bo'lg'achqa maktab kirishga ilgari uni udurmagan bo'lsa kerak. Ammo mayat yashaydigan burunqi yerlik qarindoshlar ular uni bilgan. Shu ularning udurmagan bolalari oz ekan, bizningki udurmagan o'quvchilar maktabda jiqkan. Men naq maydonda shohid bo'ldim. Misrdagi ko'n hayotimiz qarasak, bu bolalarningki aşı kengaydi. Bu yerga 4-3 yosh kirgandan keyin vaksinasi tugdi degan bir narsatim olib borsam vaksinasi tugdi dedi. Shuni bilan udurmabdi ekanmiz. Ammo urdigan yoki so'rasa doktorlardan buning tafsilotini bilsak, udurdigan bir nechta turli aşılar bor ekan. Bu har zaman foydali. Masalan, burun yallig'i bo'lgan bir inson nisbatan men o'xshash deydi. Havo o'zgargan chog'da besh og'riydigan, bundan to'liq suv oqadigan
ovoz kakrab qolgan bunday ahvol yuz berdi. Ba'zi tinolmaydigan. Ham bu insonlarga tavsiya qilmayman. Masalan, havo Turkiyaga jiq o'zgardigan bunday yerda ma girib ashirib ya zukkamaj degan bir ish bor. Buni qo'llansa u jiq foydali. Masalan, bu yil o'tgan yil qarg'a u vaksinani oldim qo'shimcha holatda. Mana jiq foyda qildi. Men ziyon qildim, hech qanday ziyon qilmadi. Chunki ilgari har yili men nechalarga dorilarni ishlatdim. Shu nimadan qutulish uchun, tush ko'rishdan qutulish uchun. Demek bir adam insanlar nurgun tecrübe bilen insan akıl işlep çıkargan narsa. Enin kendini keskin nimeden tecrübeden ötken narsa herkes mi dinimizge xilap gelmedi, zıt gelmedi. Onun üstüne bu narsani takdirge takaş ya tevekkülçülük takaş o tamamen hata. Çünkü tevekkülçülük demek dinimizde sebebini kıp bulup durup Allah'ın neticesi tapşırış demek. Yani badımız kisel olup kaldı. Allah saklasın. Şifa verdiğinde dua kıldık. Bu bir manevi sebep. Bu manevi sebeplen birlikte maddi sebepini doktora alıp verişimiz, onun doğrusunu erişimiz doğru kıldı. Bunu sebebini kıp olup enden Allah tevekkül kıysak, şifa verdiğinizsek bu tevekkül doğru tevekkül oldu. Eğer bunun sebebini kılmayı, doktorun gipini anlamayı, özümüzden hem doktorla kıp geçsek, ya doktorgan apamısak, ya doktor bugün hemmesi ziyallık madde oğuttan işlengen kimyeyi de karasak, o vaxtda biz başqalarının kisel oluşuğa, kiselinin cemiyet tarqılışığa sebep olmamız, netice cemiyette kiselinin sebep olsak o vaxtda qatillik hükmü şekillendi. Bir insanı urup öttürmesi mi, günah olğanda kiselinin tarqılışığa, özüge, özünün ballarına etraflık alıp igi olmay, kiselinin tarqı sebep olsun, bu günah olsa elbette günah. Şu ma meselede hüküm çıkarğa vaxt fatva vergen çağda intayın dikkat qilish lazım. Şeriatning umum maqsadini bilib turib, mesela gap qilish to'g'ri keldi. Xo'sh, ko'p rahmat. Doktor, unda olsamda hozir tarqalganlar xili ko'p dedik hamda İstanbulda, shu Safaköy va Başakşehir. Hamda mayli nerede olsun, Zeytinburnu olsun, İstanbul, Türkiye'nin nerede olsun mesela, muşunda balları, muşunda bir alametler yoki badaniga chiqqan shu qizil bir narsalar bo'lib qolgan bolalarni qat'iy shu uydimi ayrim alayda kütüp mektepke men bağızmay bunu qilish chuqum degan gap bo'ldi ba'zi shunaqmi? Yani qat'iy bağızması gerek. Shunda agar chuqumib qolib qolsa bayaman dedi, bir balaniki bir chuqumlanganchilarniki 12 dan 18 qadar adam yuqmuş ya da yuqtirib qo'yish ehtimoli bor deb. So'lashqa bu maktabda bolalar birsini eng az yana 20-25 bola. Shu. Agar bir bola shunday ahvolda berib qolsa, shu sinfdagi boshqa bolalarga yuqtirib qo'yish ehtimoli bor. Bayağı mesela ustanın da bütüp gitti bunun hükümüne. Şimdi bizim bu akıl cihati elip etkan cadımı, ahlak cihati etkan cadımı o doğru nerseniz. Bu şu aptalama eğer balısının aşında şu kızıl kesillikine çıkanı bilse derhal onu ayrım öyle tutup mümkün olsa. Eğer başka küçük ballar olup kalsa mümkün başka küçük ballarlarını sen uzak tutuşu gerek. Çünkü küçük ballarım yukarı başkası var. Bu vakti ayıpları öğretken ve de başında kızıl bu için mümkün. Eğer bunu sözlep bitip kalsa, davalanmasa, nurgulagan ergeçim kesilge başka kesilge sebep kalsa, o vaxtda onu apliyenin faydası yok. Şunlaşka bizdeki çoğunlam deydi o su gelişimleri tuğan sandı. Şunu ben müvaşisi diyen neresi şu an. Şunu meyyade benimki yap koyduğum ama işinde apallağı bulup kalsa çok bu mektep güvertmeyle, koçuluğum çıkartmayla bal başkalarla oynamışsın. Öyle eğer başka çıkalıp kalsa, mümkün olsa aşağı ayrımlar tutup aşağı yaxşı olan kadar muhabsıqlarımız bekrek yaxşı. Köp rahmet. Hamda hakikaten körmelerimiz ve ata-onalarımız dikkat qilsa bilmasligi. Bu ekrandan her 2 yil ustozning gap bo'yicha hech qanday kasal bo'lmagan bo'lsa agarda hozirgacha shu kichik farzandlarimiz bo'libmi agarda bu qizil vaksinasini urg'izmaganlar bo'lsa urg'izishning nihoyat muhim ekanligini sahiya doiralari talab qilyapti bu masalani. Ata-onalar buning bir ko'ngil bo'lsa degan masalani bir chaqiriq qilgan bo'laydi. Hadi bir ko'rmanimiz savol so'rabdi mesela bu yerda. Qizil chiqqan bolalarning yemek ichmakiga qanday diqqat qilsak yaxshi bo'ldi deb bir savol bor. Doktor. Yemek içmeye belge vaktimizde köpeğinse şu suyuqroq narsa bekrek yaxshi. Mümkün olsa ma qo'rim yemekdan chiqroq, ya'ni uzoqroq turib, suyuq salam. Onundakin şu çünkü men qisqa vaqtda badanga suyuqlikni azlab ketishiga sabab bo'ldi. Ondan keyin to'xtamay burna qilgan, ko'zidan suv quydigan ahvollar chiqib emasmi?
bedendeki suyuqluq ihtiyacı. Şonlaşqa mesela muş qizlar yuqumlagan balығы köpince bazı doktorxanaga muş tumudan suyuqluq kirdi. Bunun sebebi muş bedendeki suyuqluq azlığı. Şonlaşqa muş tamaq yemek içmek degende köpince suyuqluq tamaq chiqarib bersak, eng yaxşısı onun için muş sunum chiqarib berish kerak bo'ladi. Xo'sh. Yana bir savol bor, doktor. Qizil chiqayotganda doktorlar yezib bergan qizitma qaytirish dorisi antibiotiklarni bersi bo'lmaydi, qizilni chiqqili qo'yib davolaymiz degandek gaplarga ilmiy tushuncha bergan bo'lsanglar dedi. Chiqqillar doktorlar Xo'sh. O doktorlar masalan bazı agar qizninki chiqishiga ruxsat qilingan deb demaydi. Çünkü bu qizilninki chiqishida 3 bosqich bor. Birinchi bosqich yo'shirin mezgili bor. Yo'shirin mezgilda odatda shu qonni teshkilimiz asosan alomat ko'rinmaganligi uchun uqulmaydi. Ular ikkinchi bosqich alomatli ko'rinish boshlagan vaqtda tunji qatilgan. Qizish, qizadigan, ashna o'sha ko'zidan suv qilgan yoki ko'z qizadigan. Bu vaqtda asosan uquladi. Bunday vaqtda masalan bu qizmeniki chiqishiga yo'l qo'ymaymiz, mayli degan tushunmaydi. Qizmega eng xatarlik chiqib qoladi. Agar qizmen tushunmasa, qizni kontrol qilmay qolsak, nurg'ulg'an kasalliklarga sabab bo'ladi. Yani üçüncü bosqichda undan keyin asosan esga kelish mezgilida o'sha chiqqan narsaning teriniki so'yilishi, badana esga kelish mezgillari bor. Bu vaqtda albatta qizilning unda yuqtirib ketishi natayin, ammo qaysi doktor dedi hukumadan qizilniki nima qizilning chiqishiga yo'l qo'yinglar. Qizmeni tushsak olmaydi. Qizmeni tushimiz bo'lmaydi. Bir qanday kichik bola qizmeni yo'qlab ketsa cho'qim tushirdi. Buni menimcha bir xato tushunish masqamga bo'ldimi? Doktor bir yerda normalde bu bola deganni normalde cho'ng odammi yilda qancha qatim qizib ketadi. Ballarmi nurg'un qizib, zukamdab qilib ketadi. Bu boshdagi qizil chiqishdan, qizil kesildan burungi alomatlar dedingiz. Ya'ni har bola og'rib qilib qizib ketganda yoki zukamdab qolganda voy bunun kendinden qizlik gap qolarmi deb ota-onalar ansirab ketishdan o'rni bormi? Bu gapdan xuddi shuningga bordigandekmi? Yo'q. Chunki yuqumli kasallikniki asosiy qonunning hammasida ko'pinchisi ya qizmi so'rlaydi, yoki burni so'g'adigan, bu masalan zukamdan bor, boshqildan bor. Shunday yuqumli kasalliklarniki bir taraf qilish yoki bo'lishning eng tez sababidan birisi shu. O'rtaq alomat bekchiq. Çünkü kisiplanmaya diyenek mesela balığın burnundan su yıkıldı, göz kızıkmadı, bu hem de kızıllığa şeyde kisip etkilenmeydi. Belki nimo kalışı influenza olgan oluşu mümkün. Şonlaşta bunun birden bir biliş sebep demeyse aşağı vakti sel karamay bayağı bizim de ödem ettik. Derhal doktorhan kapasa kanı teşkil sarsa kandan çıkılmaydı. Mesela doktorum karaplam sen ya kızıl olup kapsa ya çiçek olup kapsa ya ki bulmasa başka virüsden yuqum kapsa doktorum diyemeydi. Bunlar birinci olap aşına benim hoşuna alamet var dese, ben şu balın doktorxanaga bargan tipli atanıp derhal kan aldı. Kandan keyin chiqqandan keyin deyaleydi. Anda viruslar yuqumdu bala. Bunu doktorlar mı kalmaydı? Xo'sh. Ko'p rahmat. Oxirida shu endi buniki shu oildagi tozliq, buni ba'zi material ko'rdimki hamda havoning almishi, tozliq pokiz bo'lishi shu oildagi masalada. Bunun nihoyat muhim ekanligini so'zlagan nimalar bor ekan. O'sha haqda bir qisqa ma'lumot berib tugatgan bo'lsak. Bo'ldi. Agar shu balani uyda, ya'ni yuqumlagan balani uyda tutgan bo'lsak, men dedim, mumkin bo'lsa ayrim uyda tutsak, bundan keyin cho'qim uyning havosini almashtirish kerak. Bu faqat bu kasallik uchun emas, barliq yuqumli kasallik uchun o'xshash. Agar uyning havosini pat-pat almashtirib qo'ymagan bo'lsak, uyning havosi buzildi, undan kasalliklarniki taqilishga meydan hazırlab beramiz. Uniki tozliq masalasi har qanday kasallik uchun, yuqumli kasallik olsun, boshqa kasalliklar uchun oldingi shart. Ko'pincha kasalliklar bakteriyaniki shu taraqqiy qilishi yoki bo'lmasa ko'payishimi sabab bo'lgan narsa shu tozliqniki yaxshi bo'lmasi bo'ldi. Shu doim bular yuqumli kasallik doim deydigan narsa shu tozliq qilishi, undan keyin uyning havosini pat-pat almashtirish tavsiya qilgan sababi shu. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Har ikkiingizga ko'p rahmat aytamiz. Qadrli ko'ruvchilar. Men oxirgi bir narsani qistirib qo'ysam, muhim bir narsa qolib qoldi. Mana Turkiyada bu vaksina bekalib urildi. Qanday demga? Mayli chet ellik bo'lsin, mayli turk vatandoshi bo'lsin. Undan keyin hozirgi nimada sayya nazardan belgilab bergan yeshi
12 ay bilan 48 ay dedi. Bunu yanada belgiledi. Burun mektep yaşıqa 12 aylık bilan 48 aylıkça. 48 ay. Şu 12. ayda bir qetim vurdu. 48 ay kelganda bir qetim vurdu. 2 qetim. Bu qizil kesilgan vaksinasi. Şu agar muştu uzman qarindoshlar bo'lib qolsa, mesela 12 yillik o'tib ketdi deyli. Uzanmapti. Xulash bola o'tib ketdimi, yana pas bo'laverdi. Bu faqat o'lcham. Har qaysi davlatlarniki o'xshashmaydi, qanday vaqt urug'ini. Mesela 7-8 yosh, 10 yosh kirib ketgan bolalar bo'lsa-ku, urg'izmagan. 7-8 yosh olsun bo'laverdi. Agar urg'izmagan bo'lsa, buni o'g'isi bo'ldi. Bu javob tayyorlik pek cheklimi yo'q. Buni mumkin bo'lsa, hozir burun 1 yosh, 1-sinfgacha urdi. Hozir sal oldin tart buni. Burunroq emlesek yaxshiroq bo'ldi ekan deb buni foydasini ko'rib, shunlashqa eng yaxshisi o'sha tug'ilayotgan yoki o'sha cho'nglayotgan bolalar qatqaz uzungan ota-onalarniki tavsiya qilgan o'sha eng yaqin atrofdagi o'sha oila sog'liq markazlari bor, o'sha ko'rib o'sha vaksina cho'qim o'g'izish kerak. Mana shu nimadagi xalq sog'liq mudirliginiki telefon degan vaqtda agar shu Uyg'urlar ko'p o'rtoqlashgan rayonda biz bormaydik desa, bir yerga to'plasa, biz aşağı ekipni versak mı buldu dedi. Mesela qaysi rayon chiqadi bo'lib qolsa, siz bilan aloqalarsa, bizga telefon qiling. Mesela makini mesela Uyg'urlar staniya yig'ildi deb, biz kerak bo'lib qolsa, doktor sizdan aşağı güvenli, aşağıda emlason bu deyapti, biz destek beramiz. Lekin muhim narsa bu yerda cho'qim shu. Maksimum o'g'izmagan bo'lsa, o'g'izish kerak. Ana ba'zan ota-onalar boshqa yerdagi ota-onalar bor. Başka her qaysi o'tadi. Ba'zilar uqmaydi. Bu qizillar vaksina o'g'izgan bo'lgan, o'g'izmagan bo'lgan deb arliqda qolgan ota-onalar bor. Ayna avalasida masalan uqqanmay qolsa, yana o'g'izsin bo'laydi. Buningki ikkinchi qatam o'g'izlik ziyni yo'q. Yo'q, men oldinla bilib baqdim deb qolsa, doktorxona berib deb meni balamga vaksina emlagan uqqanmadim yoki burun qizil bo'lgan uqqanmay qoldim desa, qanday tekshirish orqali bu shu qizilga qarshi immunosistem shakllangan asosan qolaydi. Bu ben ikinci bir yol. Şunlar şey yapmayın, kanneli bunu teşkil ben onunla vakit geçmeye de kalkmazsa, olursa onunki zihni yok. Şunlar çıkmışlar, bütün halkımızdaki hukukal işine ümit kılmayın. Çünkü İstanbul'da başka şehirlerden var uyurlar. Bu şundan vaksini uğutmagan, ya ki uğuzultma kanmağanla bakmazsa, çok etraftaki aile sağlık merkezi verip uğuzuş gerek. Ya biz bağmaydık da kalsa, silahındaki bastanlardan bizge bağlı alakalasınlar. Mesela Safaköy'de, Başakşehir'de, Selim Paşa'ya başka yerde Uygurlar çıkıp başka rayına şu günde bir şey eklerliğimiz yapmasa ben bu seyir nazaratla tutsam olumuz ekip teyyakılımız aşağı versek mi oldu? Köptün köp rahmet hakikaten kıymetli bir malumat oldu. Elbette teşkilatların bunun ciddi bir bunun köngül bilişi gerek bo'lgan masala bugün şu gruplarda topladı qildi, ama bu yeni malumat biz doktorlarni avatimiz degan ma'lumot hakikaten belki yaxshi bir ish bo'ldi inshaalloh. Ciddi ko'ngil bilish kerak bo'lgan bir masala. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamizni mushada oxirlashtirsak, nihoyat meg'izliq ma'lumotlar berildi deb qarayman. Bir ko'ruvchimizning oxirida kichik bolalardan cho'nglarga yuqam degan programmamizning 5'ida kichik bolalarda ko'p bo'lsa-mu bu narsa cho'nglarga yuqadiganligini degan shuning uchun buni ayrim so'rumdim. Bunu bilib qolsangiz. Allah ömür berse bütün farzandlarimizni, hammamizni har xil kasallardan saqlasin deb duo qilamiz albatta har doim. Bütün tirishchanligimizni, sabablarni ko'rsatgandan keyin ustoz degandek. Allah ömür berse yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.